Gamarjoba, me Sakartvelo shivar. Gruziya haqida gap ketganda, Barjomi nomi albatta tilga olinadi. U nafaqat Gruziyada, balki butun dunyoda mashhur bo'lgan hudud va mineral suv brendi hisoblanadi. Barjomi Gruziyaning janubiy qismida Sandxe-Chavakheti mintaqasida joylashgan kurort shaharchasi. Shahar Barjomi darasida, baland tog'lar va o'rmonlar orasida joylashgan. U 19-asrdan buyon Kavkazning eng mashhur sog'lomlashtirish markazlaridan biri sifatida tanilgan. Barjomi suvi tabiiy mineral suv bo'lib, 1,5 metr chuqurlikdan vulqon qatlamlaridan otilib chiqadi. Bu suvning tarkibi juda boy. Unda kalsiy, magniy, natriy, kaliy va boshqa foydali minerallar mavjud. 19-asrda rus zodagonlari va keyinchalik Sovet ittifoqi davrida butun ittifoq bo'ylab mashhur bo'lgan. Bugun ham Barjomi suvi butun dunyoga eksport qilinadi. Arxeologlar aniqlashicha, Barjomi suvlaridan odamlar ming yillar oldin ham foydalanishgan. 19-asrda Romanovlar sulolasi bu hududni kurort sifatida rivojlantira boshlagan. Bugun Barjomi Gruziyaning sog'liqni tiklash va tabiat qo'ynida dam olish markazi hisoblanadi. Va yana bir orzum amalga oshdi. Birinchi marta Qora dengizni ko'rishni nasib qildi. Barjomidan so'ng Batumiga yo'l oldik. Batumi Gruziyaning eng mashhur sayyohlik shaharlaridan biri va Qora dengiz bo'yidagi turizm poytaxti hisoblanadi. Batumi Qora dengiz sohilida Turkiya chegarasiga yaqin joylashgan. Shahar qadimdan savdo porti bo'lgan, bugun esa turizm markazi sifatida tanilgan. Batumi aholisi 170 ming kishidan iborat. Sayyohlar uchun mashhur joylardan biri Batumi bulvari hisoblanadi. U yerda dengiz bo'yida cho'zilgan uzun xiyobon, palma daraxtlari, velo yo'laklari va dam olish joylari bilan mashhur. Alfavit minorasi 130 metrlik minora. Uning ustida Gruzin alifbosining 33 harfi joylashtirilgan. Batumining eng mashhur va turistlarni o'ziga jalb qilgan joy Ali va Nino haykali hisoblanadi. U harakatlanuvchi haykal bo'lib, mashhur sevgi hikoyasiga bag'ishlangandir. Yevropa maydoni zamonaviy me'morchilik va tarixiy binolar uyg'unlashgan markaziy maydon. Batumi Gruziyaning Las Vegasi deb ataladi. Kazino, tungi klublar, zamonaviy mehmonlar ko'p bu yerda. Yoz mavsumida shahar festivallar, konsertlar va ko'ngilochar tadbirlarga boy bo'ladi. Batumi dengiz, zamonaviy me'morchilik va gruzin madaniyati uyg'unlashgan shahar. U nafaqat Gruziya, balki butun Kavkazning eng mashhur turistik maskanlaridan biri hisoblanadi. Gruziya Kavkaz mintaqasida opera va balet san'ati bo'yicha eng rivojlangan davlatlardan biri. Dunyo baletiga juda katta hissa qo'shgan. Gruziya polifoniyasi ko'p ovozli qo'shiq UNESCO merosiga kiritilgan. Shu sababli gruzin opera ovozlari kuchli, keng diapazonli bo'lishi bilan ajralib turadi. Maxuntseti sharsharasi Adjariyadagi eng mashhur va oson boriladigan sharshara. Batumi shahriga yaqin joylashgan. Balandligi taxminan 20-30 metr, yonida qadimiy tosh ko'prigi mavjud. Adjariya sharsharalari va ko'llari tabiatni sevuvchilar, tinch dam olishni istaganlar va go'zal suratlar olishni xohlaganlar uchun ayni muddao joy. Andrey Pervozvanniy sharsharasi Adjariyaga sayohat qilganda ko'rishga arziydigan, sokin va ruhiy dam olishga mos tabiiy maskan. Adjariyaga qilgan sayohatimiz 60 lariga tushdi. Agar qulay ob-havo va sayohatdan maksimal zavq olishni istasangiz, maydan sentyabr oyigacha eng yaxshi tanlov.